onalarim aytyaptiki, nimaga sen yig'layapsan? Nimaga yig'lamayman? Shunday chiroyli ko'ylak kepti, Shohista Davlatova Dubaydan olib kepti. Yumshoqgina, jonona, asalgina toshlarini qaranglar, ruchная работа. Erimga aytsamki, buni menga olib ber, maza qilib, mana shu hayit bayramga kiyay desam, ertaga zarplata olaman deyapti. To ertagacha mana razmerim qoladimi-ki? Qolmaydi, sotib yuboradi bular. Aytgancha, Davlatova aytdiki, karkod bilan ham aplata mumkin, kreditni bilan ham mumkin dedi. Nalichka bilan ham mumkin, перевод ham mumkin dedi-ku. Tamam qizlarjonlar, mani problemam уже bitdi. Kreditni karta bilan aplata qilib, mana bu chiroyli go'zal asal ko'ylakchani olib, mazza qilib, hayit bayramda kiyaman. Bunda sharfi ham bor ekan, bunda poyasi ham bor ekan. Yana narxlari bo'lsa 9000 rubl deyapti-ya. Rukavlari rezinka. Qaranglar qizlar, hammaga yoqadi. Mazza qilib, pakan nimalar bor-ku, razmerlar bor. Yugurib kelinglar. Hammalaringizni biz yaxshi ko'ramiz.